Pochchasini yaxshi ko'radiganlar uchun maxsus video. Shamollar ham yayrab kelar, mag'rur qadam tashlab kelar. Uzoq umr tilab kelar. Bugun pochcham tug'ilgan kun. Pochchajonim tug'ilgan kun. Qalbi vaqtga to'lib yursin, yig'lamasdan faqat kulsin. Hoji pochcha bo'lib yursin. Bugun pochcham tug'ilgan kun, pochchajonim tug'ilgan kun. Allo. Xayrli kun, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fathulla aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xayrli kunda bezovta qilmadimmi sizni? Yo'q. Juda ham yaxshi. Mening ismim Seva Razio. Ayni daqiqalarda sizga salom va tabriklar vaqtidan qo'ng'iroq qilyapman. Bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yaqinlarning baxtiga sog' salomat bo'ling. Aytingchi, biz orqali sizni bugungi xayrli, chiroyli kuningizda kim tabriklayotgan bo'lishi mumkin? Yaqinlarim. Albatta. Qizingiz Ruhshonaxon, ayolingiz Sojida opa, qolaversa qizingiz Ruhshonaxon, Janona, Shukrona, o'g'lingiz Firdavsjon, kuyovlaringiz Sardor, Sherbek, nabiralaringiz Sakinaxon, Solihbekjon, xo'p, Abubakirjon, Yasminaxon va Sadiya Bonular, shu bilan birga qudalaringiz nomlaridan ham bugun sizni chin yurakdan muborakbod etib tabriklab qolishmoqda. Rahmat. Umid ziyoda bo'lsin. Va asosiy tabriknoma qizingiz Ruhshonaxondan yetib kelgan va Ruhshonaxonning chiroyli tabrik xatlari qo'limizda. Agar xo'p desangiz, mana shu tabrik xatlarini e'tiboringizga havola etsak bo'ladimi? Rahmat. Juda ham yaxshi. Yoningizda kimlar bor? Bizni kimlar tinglayapti siz bilan? Yonimda shu tabrik jo'natgan qizim. Juda ham yaxshi. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Hamisha yaqinlarning baxtiga sog' bo'ling. Avvalambor debdilar, nomi boshim. Assalomu alaykum. Meni qiblagohim, dadajonim, mehribonim, kamtarin, oqko'ngil, mehribon sajdagohim. Sizni bugungi chiroyli ayyomingiz bilan, Muhammad payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan sizni chin yurakdan muborakbod etib qolaman. Ilohim mana shunday hayotingiz bahor kabi go'zal va betakror bo'laversin. Siz juda ham o'ta o'zgacha insonsiz, betakror insonsiz. Sizni hech bir so'z bilan ta'riflay olmasam kerak. Axir bizdan olimlar, bizdanda katta insonlar ham o'z otasini ta'rif bera olmagan. Men kim bo'libman aytingchi ularning yonida. Siz shunaqa insonsizki, biz farzandlar uchun bor bo'lsa borini, yo'q bo'lsa jonini berishga tayyor insonsiz. Sizni yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz men uchun. Zahmatlar chekkaningiz, qizim kam bo'lmasin deb istaganimni muhayyo qilganingiz uchun va hech kimdan kam qilmaganingiz uchun, hammasi uchun sizga rahmat aytaman. Boringizga shukr dadajonim. Allohim nasib aylasa siz bilan ayajonimni hajlarga olib boray. Borligingiz baxtim dadajonim. Kimni qizisan deyishsa, Fathullo akani qiziman deb faxrlanib aytish menga juda yarashadi. Va men bundan juda ham faxr tuyaman. Kun kelib siz ham men bilan faxrlanishingizni, mag'rurlanishingizni xohlayman dadajon. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Menga go'zal tarbiya berganingiz uchun, hamisha yonimizda sergak bo'lganingiz uchun, eng yaxshilarini biz uchun hadya qilganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat aytmoqchiman. Boringizga shukr. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Onajonim bilan qo'sha qarib, biz farzandlarni, nabiralarni, barcha yaqinlarni baxtiga omon bo'ling. Borligingiz o'zi eng katta baxtimizdir dadajon. Sizni borligingiz bu meni eng katta davlatimdir. Yaxshiki ham borsiz. Siz bor ekansiz, hech qachon ko'nglim xavotirda bo'lmaydi. Borligingiz uchun mingdan ming shukr aytaman. Yana bir bora bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin dadajon deya chiroyli tabriknomalari shu yerda yakunlangan. Rahmat. Shuvallarim tog'ilsin. Yaqinlarning baxtiga. Huzurini ko'raylik. Sizga ham kattakon rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shuvallarim, nevaralarim huzur alovatini ko'rib
baxt saodat bersin. Yanagi yillarga ham shularni kutib olish nasib qilib aylasin. Aytganingiz kelsin. Hamisha tog'dek suyanchiqlari bo'lib yuravering, yaqinlarning baxtiga omon bo'ling. Yaxshi niyatlar, chiroyli tilaklar sizlar hamroh bo'lsin va go'zal she'riy satrlari qo'limda, uni ham siz uchun o'qib bersam-da, keyin xayrlashsak bo'ladimi? O'qiyman. Osmonni upada qorli cho'qqilar. Cho'qqilar bag'riga burgut insolgan. Tan olsin samoga intilgan tog'lar, ular matonatni otamdan olgan. Mag'rur qadamlari manzil tanlamas. Otalar oltindir, oltin zanglamas. Kim bilar, kimlardir buni anglamas. Chinorlar savlatin otamdan olgan. Ba'zan so'z demasdan jim qolgan tili. Bizlarga sarflab o'tdi 40 yili. Yo'q desa ishonmang, menman kafila. Sabrlar toqatin otamdan olgan. Men uchun dunyoda eng zo'ri bo'ldi. Talpingan joylarim qalb qo'ri bo'ldi. Af etsa o'xshatay, chin bo'ri bo'ldi. Bo'ri jasoratin otamdan olgan. Qay ishga qo'l ursa keldi o'ngidan, nelar o'tkazmadi bilmam ko'nglidan. Mag'lub bo'lmadi hayot o'ynadan, omadlar omadin otamdan olgan deya chiroyli she'riy satrlari shu yerda yakunlanar ekan. Biz ham sizga uzoq umr, sog'lik hamda salomatlik tilab qolamiz. Hamisha yaqinlarning baxtiga omon bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling, ayollaringiz muborak bo'lsin. O'zingiz yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Rahmat. Sizlarga ham omad va Xo'p, salomat bo'ling. Qadrli tinglovchilar, Baxtli kunlar agentligini tinglashda davom eting va bundanda qiziqarli loyihalarimiz oldida YouTube, qolaversa Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ham bizni kuzatishda davom eting va keltirilgan pastdagi quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, albatta o'z salom va tabriklaringizni yaqinlaringizni biz bilan xushnud qiling.